yangi vakil to'g'risidagi nizomga aniq yozib qo'yilgan. Ish beruvchi vakil faoliyatini yo'lga qo'yish uchun nimalarga majbur ekanligi. Kran o'rnatilganligi bo'yicha sanoat radiatsiya qo'mitasidan olingan litsenziyasi, guvohnomasi, ruxsatnomasi siz faolingizga. Ikki ruxsatni olishdan oldin shu ko'pda olib kelgan ruxsatnoma kelganmiz, o'rniga emas tushundim. Yani boshqa guvohnomasi, Bugungi darsimizda biz qurilish maydonlarida so'rovnoma o'tkazish masalasini ko'rib chiqamiz. Bu so'rovnoma zamonaviy usulda, ya'ni Google Docsga joylashtirgan holda anonim tarzda o'tkazamiz. Ya'ni bu yerda savollarning yo'nalishlari bo'ladi. Bu savollar yo'nalishlaridan kelib chiqib bizda qurilish maydonlaridagi ishchilar savollarga javob beradi. Buni qonunda o'zi belgilangan, bir haftada o'sha 2 soatgacha vaqt ajratadi bu paytda. Bir xil o'ylaydi, kranamshik o'zi o'qigan bo'lishi kerak deb o'ylaydi-yu. Lekin faqat kranamshik emas, kran ilguvchisi ham o'qigan bo'lishi kerak. Yangi talab. 4 kunlik seminar treningimiz biz mehnatni muhofaza qilish mutaxassislari uchun juda manfaatli bo'lyapti. 2025-yil 24-dekabrda qabul qilingan 819-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori bo'ldi. Bizani eng quvontiradigan holat shu nizomlarni Vazirlar Mahkamasining qarori bilan qabul qilinganligi. Chunki bu e'tiborda bo'ladi va qonun hujjatlarini bajarmaslikdan hech kimni ozod etmaydi. Shu 4 kunlik seminar treningda biz oxirgi qabul qilingan davlat qarorlari, yangi tartibdagi nizomlar va ish beruvchi va xodimlar o'rtasida munosabat shakllantiruvchi me'yoriy hujjatlar bilan biz tanishib chiqdik. Bu tanishuv jarayoni bizda keyinchalik korxona tashkilotlarida o'rganishda muhim omil hisoblanadi.